Telegram kanalimizda jonli efirda biz challenge'imizning g'olibini aniqladik. Buning uchun biz tasodifiy raqamni tanlaydigan saytga kirib oldik va obunachilarimizni sonini yozdik. Ushbu sariq tugmani bosishligimiz bilan bir tasodifiy sonni chiqaradi va obunachilarimizdan qay biri ushbu raqamga to'g'ri kelsa, o'sha kishi g'olib hisoblanadi. Bismillah. 143-raqam g'olib bo'ldi. Instagramga o'tamiz va obunachilarimiz orasida 143 ga kim to'g'ri kelar ekan qaraymiz. Ushbu obunachimiz to'g'ri keldi, yozamiz va javobini kutamiz. Va pulni o'tkazib berdik. Ikkinchi obunachimizni aniqlashlik uchun yana saytga qaytamiz. 35-raqam g'olib bo'ldi. Instagramga o'tamiz va 35-raqamdagi obunachimizga yozamiz. 35-raqamdagi obunachimiz shartlarni to'liq bajarmaganligi uchun bu obunachimizga g'olib deb hisoblamadik. Bu obunachimizga mukofot pulini bermadik. Azizlar, $128 dan bitta obunachimizga $25 berdik. Qolganlarini ham yana 4 kishiga bo'lib beramiz. Albatta shartlarni bajaring, keyingi g'olib siz bo'lishligingiz mumkin.